Endi buni men bittasini sizga namuna qilib ko'rsatib bersam, mana shu bo'ladimi yo boshqa daraxt tanlaysiz? Mana shu bo'ladi, menimcha. Mana kiraverishda. Hop, endi qarang-da, bu yerda O'zbekiston tumanidamiz, Shoftoli bog'i, Lola navi. Bu yerda o'tgan yili mana bu yerdan kesilgan, to'g'rimi? Kallaylangan daraxtlar. Endi biza yangi usulga bu yoshida va bu kesishda birdaniga o'tamiz. Meni taklifim bu yerda sifatli novdani qoldirib kesishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni men videolarda tushuntirayotgan yoki undan oldin bizga gaplashgan katalon vazasi usuliga bu daraxtlarni olib o'tib bo'lmaydi. Nimaga aytsangiz, bu yerda taxminan 1,5 metrga meva beradigan qism chiqib bo'lgan. Past yalang'och. Endi yana hozir o'zingiz bilan ham gaplashib turdik. Mana shu O'qchi O'zbekiston tumanida mevani pastda ushlash maqsadida kuchli kesishadi aslida. Ya'ni ularning iddaosi shu. Lekin ko'rib turibmiz, meva hech qanaqasiga pastda emas bu yerda. Endi nima ish bo'ladi? Mana shu tikka shoxlarni tanlab chiqamiz, daraxt bo'yini ko'taramiz. Va kelasi yil kelganimizda, mana hozir Sobirjon yaqinroq ko'rsatsangiz bo'ladi. Hozir gaplashganimizdek sifatli novdalar sizda ko'proq bo'ladi. Bu yerda nima ish bo'lgan? Mana bu qalin shoxi kallaylanganida daraxtdan chiqadigan bir yoshli novdalar kuchli o'sib ketadi. Kuchli o'sganida buni yonidagi kurteklari o'zini yo'qolib qoladi. Mana bitta ikkita saqlanib qolgan xolos. O'sha 70 sm dedimi boya? U chegara bekoriga yetilmayapti. 30 sm dan kaltasi mana bunaqa bo'lib qoladi mana. Mana. Ko'rasizmi? Quyosh ko'rmagan sifatsiz kurteklar mana bu yerda ham. Misol uchun nimaga eng kamida 30 sm bo'lsin deymiz? Mana bu yerda meva sifatli bo'lmaydi. Endi nimaga 70 dan uzun bo'lib ketmasin deymiz? Mana bunaqa qalin shoxdan chiqarganingizda bir o'zi shoftoli tabiatiga ko'ra bilasiz, bir yoshli novdani yonida meva beradi. To'g'rimi? Bu yil o'sadi, keyingi yil beradi. Bu yil o'sadi, keyingi yil beradi. Faqat 30 sm dan 70 sm gacha bo'lgan oralikda bo'lsa, mana bunaqa idealning juda ham mukammal bo'lgan gul kurteklar hosil bo'ladi. Endi 70 dan o'tib ketadigan holat qachon? Qalin shox kallaylaganingizda bir yoshli novda mavsum boshidan kuchayib chiqib keladi. Odatda tikaga ketadi va 1-1,5 metr bo'lib o'sib ketadi. Bu yerda nima muammo bo'ladi? Mana bu bir yoshlikni yonida o'zi meva beradi deganimiz endi bu yerda ishlamaydi. Chunki qalinlashganda gul kurtek yo'qoladi. Shox bo'lib ketadi. Ha, mana bunaqa qarang. Endi qarang-da, shox bo'lib ketganda ham qanaqa shox bo'ladi? Mana bunaqa shox bo'lmaydi. Buni qarang-da siz. Buni Sobirjon aka yaqinroq olib kelib ko'rsatsa ham bo'ladi. Bu yerda taxminan uzunligi 50-60 sm. Gul kurteklari sifatli. Endi qarab turing. Mana buni ham yoshi 1, mana buni ham yoshi 1. Faqat farqi bu mavsumni boshidan boshlagan. Endi bu aslida mana bu yerdan boshlangan ekan. Bu 2 yosh qismi bu. Mana bu mavsumni boshidan boshlagan. Kuchli o'sgan, tikka o'sgan, qalin shoxdan chiqib kelgan. Buni farqi e'tibor bering, ingichka shoxdan chiqib kelyapti va yotib chiqyapti. Maqsad nima bo'lishi kerak? Har yili mana shularni qarang. Ikkita kurtega kesib qo'ysangiz hozir bundoq qilib. Ko'rasizmi? Ha, yo'q, meva bor ekan. Ikkita kurtek. Kelasi yil siz bilan xuddi shu vaqtda shu daraxt oldiga kelsak, mana bu novdalar ko'p bo'ladi. Mana nano bo'lib chiqadi keyin. Xuddi shunaqa siz xohlayotgan sifatli novda bo'ladi. Uning uchun bir yoshli novdani mana bunaqa qalin shoxdan chiqarmaslik kerak. Bir yoshli novdani 2 yoshli, 3 yoshli shoxlarni yonidan ikkilamchi shox chiqarish kerak. Chunki mana biz aytamiz, bu yetishi mumkin-da. Bir yoshli-ku bu ham mana bir yoshli beradi deyapsiz. Talab bekorga qo'yilmagan. Bu bir yoshli kuchayib qalin shoxdan chiqib kelsa, bunaqa shox bo'lmaydi, bunaqa novda bo'lmaydi. 3 martalab qaytardik. Endi bitta kesamiz. Biz nima qilamiz? Bu yerda katalon vazasida ikkisimoq turib 1, 2, 3, 4 ta tanlanadi. Bu yerda hamma tikib turganini vaza qilib aylantirib qo'yib qo'yamiz. Va sifatsiz novdalarni ikkita kurtek kesib qo'yamiz. Sifatlisini hammasini qoldiramiz. Sifatlini faqatgina mana bunaqa uchidagi sifatsiz kurteklarni kesib olsa bo'ladi, o'zi qoladi. Endi biza daraxt strukturasini hosil qilishdan boshlaymiz. Buning uchun atrofdagi shoxlarni tanlab aylantirib olib beraverasiz. Bu Sobirjon akani o'zlari ham kesuvchilarga keyin kelsa tashlab bersalar bo'ladi.
Sani yilda o'zlaring kesib yursanang bo'lmaydimi? Hamma o'zini ishini qilgani yaxshi-da. Bizani ish maslahat berish. Kesuvchilar endi kesib beraveradi sizga. Shuning uchun eng yaxshisi Komiljon aka bog'i egasi bilim olishi kerak-da. Bu keyin sizni oldingizga kelib kim kesishini ahamiyati yo'q. O'zingizni o'lchovingiz bo'ladi. O'sha o'lchovda o'sha qoida bo'yicha kestirasiz, bo'lmasa boshqa odam chaqiriladi. Ishonchim komil butun O'zbekiston tumani o'qishi shu yo'lga yuradi baribir. Oxir-oqibat yuradi aka. Buni hozir kimdirlar qabul qila olmayapti yengilini. Lekin shunchaki yo'l qolmoqda. Buni qancha kesganda irik bo'laveradi, ular keyin olmay qo'yadi, ha? To'xta. Bu siz hozir bunaqa kesasiz. Keyin bu kesishingizni ko'radida, qo'shningiz xuddi shunaqa kestirgisi keladi. Oxiri bozor talabi shunaqa bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Kesuvchi ham moslashadi shunga. Endi bitta joyi bor. Bu kesish yaxshi bilimli kesuvchini talab qiladi. Oldin misol uchun 1000 so'mga kestirgan bo'lsangiz, endi 1000 so'mga kesmasligingiz mumkin. Chunki bu yerda ko'proq ishlanadi. Bu yerda o'ylab kesish kerak bo'ladi. Shunchaki shaqillatib oldingidagi pastdan turib katta qaychi bilan kesib tashlash bilan ish bitmaydi. O'tgan yil 200 dollarga sotganman-da. Butun bog'i. Arzonga kestirgansiz. Endi agar men sizga ko'rsatganimdek bitta kestirsangiz va bu sizga aytaylik 500 emas, 1000 ga tushsa ham tonna ko'p bo'lganini bilsangiz, yirik bo'lganini bilsangiz arziydi. Qo'lingiz to'g'rimi shu pulni? Bemalol. To'pan berasiz. Bu yerda bilasizmi nima bo'lyapti? Biza qo'limizda turgan imkoniyatni o'zimiz yo'q qilamiz, havoga uchirib olamiz. Quyosh bor, tuproq yaxshi, suv bor. Faqat bir-birimizni yaxshi tushunmayapmiz xolos. Bittalik amakinikini kesib berdingiz-ku Toshkent viloyatida. Ha, Hali ikkita kamat shoqolaman dedi-yu. ha. Xuddi shunaqangida hozir bu ham, ha? Ha, shu. Endi siz ham qaranglar, agar kallanglaringiz ham bir yarim kamat shox olib qolasiz. Aslida qarang, mana bu tikka shoxlar ozgina daraxtingiz bilmadim, yozda suv kamroq ichganmi, terimdan keyin stressga tushganga o'xshayapti, o'sish kamayib qolgan uchiga kelib. Yo'q, allaqangi nima tushib kasallanib qoldi mana buni. Shitovka, yo'q, o'smaganini aytaman. Mana bu 1 yoshli bormi? To'xtab qolyapti. Buni uchiga ani yo'l-yo'l mevaxo'r ham tushibdi sizga. Uchi so'lib qolmadimi yozda o'rta? O'sha ahnab qoldi, burishib qoldi. Bu kapalaydi bu. Kuyaga o'xshagan hasharot bo'ladi. Uyda ani kiyimlarni yeydi-ku kuya. Xuddi shunaqa yo'l-yo'l mevaxo'r degan hasharot bor. O'sha narsa novdani uchiga qurt tushadi. Bizda ash territoriyalarda pashtam hammada shunaqa tushadi-da. Shuni ozgina o'rganishsa izohi bor-ku, yechimi bor, bilimi bor. Endi sizga aytsam, o'zimizda ham gap bor, chunki biza shu ota bobomiz dehqon bo'lgan, bog'bon bo'lgan, biz tug'ilib bilib qolganmiz hamma narsani degan fikr yomon-da, Komiljon aka. Bunaqa bo'lmaydi, o'rganish kerak hammasi. Men qarang, men buni ona shox qoldirmoqchi emasman. Buni men meva uchun qoldiraman. Mana shu yerda sifatli kurtiylar turibdi. Mana buni ham qarang. Buni ham ona shox qilmoqchi emasman. Mana sifatli kurtiy turibdi. Mana bu turibdi. Men buni ikkitasini qo'ymoqchiman, buni ham bunday olib turaman. Buni yonida kurtiy bor. Mevasini olib keyin bu yoqdan chiqarib olamiz. Keyin ba'zi o'sha o'qchilik kesuvchilar bizni o'ziga raqobatchi deb o'ylaydi. Men unaqa raqobatchi emasman. Nimaga? Men kesuvchi emasman. Men so'radingiz, kesib beraman, men kesmayman. Men maslahatchiman. Kesuvchi bo'lib turib tanqid qilayotgan bo'lsam, gapirsa bo'ladi. Naborot bizani gaplarni Komiljon aka o'ziga olsa, chuvib olsa, men yordam sifatida aytolman bu gaplarni. Mana qarang. Bular meva olinadi, chiqib ketadi keyin. Xuddi shunaqa mana. Bular ona shox bo'lib qolib turadi, keyin tanlaymiz. Hop, bu yerda ham kurtiga bor ekan, vaqtincha meva uchun qoldiraman. Meva uchun qoladi bu. Hop, tanlab chiqamiz, bu yon tanlaymiz endi. O'rtada bo'lsa ham 1 yil meva olish uchun qo'yib turishingiz mumkin bemalol.
Mana misol uchun bu yerda yaxshi narsa yo'q, lekin bitta cheti zo'r ekan. E'tibor bering, mana bu yerda bu 2 yoshli shox. 2 yosh mana bu. Bundan o'sgan 1 yoshga e'tibor bering, ko'p beradi. Ya'ni 1 yil shoxi ushlab qolish kerak. Ya'ni 1 yoshga o'sib chiqqan mana bu skeletni 1 yil ushlasangiz, keyingi yil kelsangiz mana bu narsa paydo bo'ladi. Mana. Lekin bu yerda nima bo'ladi? Har yili bitta jarayon takrorlanadi. O'sadi, kesamiz, o'sadi, kesamiz. Hop, buni ham mevaga qarang qoldiraman. Buni ham meva uchun kesaman, chunki bu yerda shox bor mana. Mana shu 4 ta turgan shox meva uchun qoldi. Hamma maydasini olib chiqaman. Bu yerda hech narsa qolmaydi. Bu yerda shunaqa faqat yirik ro'dalarni qoldiramiz. Ulardan mayda shox bo'ladi. Keyin meva ham mayda bo'ladi. Meva ham mayda bo'ladi. O'sha men aytdim-ku, amapost haqida gapirilgan videoda amapost gapiryapti, orqa fonda hamma sifatli shoxlarni kesib tashlashyapti. Mana shunda 4 ta 5 ta shox meva bo'ladi-da. Ha, u o'zi bitta qo'ysiz ham unga ko'p-da. U o'zini o'zi boqolmaydigan darajadagi ingichka shox. Mana qarang. Mana. Mana. Mana yerda sifatli mevalar bor. Qalinli, ko'ryapsiz? Ingichkani hammasini tozalab chiqaman. Bu aytganimdek arzon kesish emas, lekin kimdir aytadi-da, bunaqa kessangiz qimmat bo'lib ketadi. O'zi aslida asl kesish shu va siz qimmat deyotganlar shu kesishi puli, narxi, to'g'ri narxi. Mana arzon kesishlarni endi sekin unutish kerak. O'zini ham narxi. Nevasida qoplatib ko'ramiz. 100% pul qoladi qoplatgan. Ilinmasdan sotiladi-da keyin. Ham yirik bo'ladi, ham o'zini tonnasi baland bo'lganiga aytganingizda oqlab ketadi. Buni vaqtincha qo'yib turaman. Sifatli shoxlaringiz bor ekan, yaxshi ham. Ba'zi daraxtlarda bu shoxlar bo'lmaydi. Xo'p, endi bu yonni. O'tgani kesadiganlarga internetda ko'rib shunaqa kesinglar desam, ular bo'lmaydi, bizni sharoitimizga to'g'ri keladi. Ya, u o'zini shaxsiy sharoitini aytgandir. Shaxsiy Voy, meva irik bo'lar ekan shunaqangi. Mayda shoxlar tashlanadi, sifatli meva qo'yar ekan desam, ishonmadi, o'zini ham bilgan kesib o'ynamoqsam deb. Endi mana bunaqa bo'ladi-da, Komiljon aka, shu talabga javob bermagan odamga kestirilmaydi. Shu. To'g'rimi? Bu kesib o'rganish kerak ekan-a? O'rganish kerak, oson ham-da, aka. Endi bular aytadi, ko'tarilib ketadi deydi-ku. Siz ko'tarib bo'ldingiz. Mana hozir 1,5 metr siz kesganingizdan qoldirib kesyapman. Agar shuni vaqtida pastda qilganida, allaqachon mana shu balandlikda daraxt bo'ladi, xolos. Bundan baland bo'lmas. Endi kichkina qaychida ishlaymiz, faqat mana shuni. Bu hozir mana bularni men endi tushunmagan odam uchun kallaylayotgandek ko'rinaman, Komiljon aka. Mana bularni. Mana bularni. Aslida men sifatli kurtegigacha kaltalatib qo'yaman. Mevasini qo'y. Ichidagi sifatsiz kurtegini olib qo'yaman, xolos. Siz bularni mana kalta kesganimni tushuningki, bular o'yindan chiqdi. Qaysi ma'nodaki, bular mevani olamiz bulardan, keyin yo'qotamiz. Bular bizga kerak emas aslida. Bizga keragi atrofda turibdilar. Doira qilib terib chiqdi. Daryoga ishlov beramiz. Keyin mana bunga ham mana sifatli noda ekan bu. Mevasidagi olib tashlangan ular. Ha, ular olib tashaladi. Atrofda qoldirganimni hozir sifatsiz mana bularni olib chiqsak, tozalab. Bu ham bu yerda bo'shliq to'ldiradi. Ichkaridagisini tegi bilan olamiz. Sobirjon aka yaqinroqdan kelib olib bersiz ham bo'ladi, uzoqdan emas. Mana. Ichlari tegi bilan tashqarisi ikkita kurtek qo'yiladi. Nimani yengilamoqchi bo'lsangiz, yangi shox chiqishini xohlasangiz, ikkita kurtek qo'yib ketaverasiz.
O'sha yerdan yangi chiqadi. Ha, yangi chiqadi. Endi misol uchun bu yerda faqat sifatli mevani olsak bo'ldi. Bu yerda ishlama kerak emas bizga. Bir yil meva bersa bo'ldi. Shuni ham ozgina kesamiz, qurib tushgan joyini. Bu tikka turgan atrofdagi shoxlaringizda ham meva bo'ladi, aka. Tak. Buni qo'ysak, buni olamiz. Shitovka lekin o'ldiradi, aka, bog'ni. Daraxtlar mevalari birinchi kamayadi, keyin daraxt o'zi o'ladi. Kesoq qaynatmasdan chashmay qo'ydik-da biz. Kesoqni choching, keyin u arzon bo'ladi, keyin moy ham sochishingizga to'g'ri kelishi mumkin, aka. Moy. 2 yil emas chechakman, bir 5 yil chashmay qo'ydik. Kimikат o'zini eplab boraman. Yo. Bo'lmaydi ekan u. Bu shitovka tushgandan keyin iso ham, moy ham kerak bo'ladi. Tushgunicha isoni o'zi yetadi. Keyin internetda o'rgandim shu esovni tayyorlashlarini. Arzon tushadi, aka, minsim ham tushmaydi sizga. Narx tayyorlab Litri. Anasancha tozalab qol va shu ashna olib ketuvdi butun tana hamma. Sepganingizdan keyinmi? Ha, chikkana tozalab qol. Keyin hali balki bu yerda amapos suv bor-ku. Ha. Ana shuni eritib chashdim, o'sha ham zo'r yashaydi. Amapos? Amaposni eritib issiq suvga. Ha. Keyin suvga qo'shib chachirdim. Mash bargi qo'zg'almasdan, kurtay chiqmasdan oldimi? Yo'q, o'sha nimasidan turgan paytda. Mevasini olganda balki bilan turgan paytda. Ha. Oqartirib qo'yar ekan-u, o'ldirar ekan. Bu yerda azot sepgansiz siz. Azot kuydirishi mumkin. O'sha issiqda kuydirish effekti ishlagan bo'lish, lekin sepmaganingiz ma'qul, aka. Bargini to'kib yuborsangiz, daraxt keyingi yilgi gulini bu yil chiqarib yuboradi. Balki to'kilmadi, uni o'ldirdi. Yaxshi ham to'kilmadi. O'shada keyin bahorda yana bitta chachuvdi, ancha toza bo'lib ketdi-da. O'xshali bitta shunaqa chachsangiz edi. Ha. Yo'qotadi. Aslida o'quvchidan ham ko'p chaqirishadi, lekin doim ham kela olmaymiz. Bugun kelib qoldik yaqinroq. Xo'p, aka, kichkina qaychi sizga. Mana bu qarang, mana bu turibdi o'rtada. Hamma maydasini olib Ana shularda. Ha. Bu yoqni to'g'irlab turaman. Shunga olib tashlaydi. Ha, narigida amili ham olinadi. Qarang. Ham turibdi bular. Mana ko'rdingizmi? Sifatlisi ajralib turibdi o'zi. Mana 3 ta betda, 2 ta naryoqda. Ha, ola. Bu yerda hech narsani qoldirmaysiz, ya'ni mana bular tegi bilan ketadi. Butoq qo'ymaysiz. Bu yerda mana bu 2 ta, 3 tasi berish kerak mana. Bu ketadi. Bu yerda mana bu 3 tasi beradi, bu ham ketadi. Ko'rdingizmi? Shu meva uchun qoldi hammasi. Hop, endi bu yoqda ham maydasiga ishlov berib qo'yasiz. Bu yoqda kattalarni kesib. Mana shitovka so'rib tashlasa, bunaqa so'rib tashlaysiz. Obizor aka, qarang. Bu yerda keyin. Ha. Qalqondor. Jami nechta daraxt bor? Foizli, 80 Mana shu 500 ta. 500 ta. Ko'pmas ekan, aka. Xuddi shunaqa kesin. Tonnani endi hozir aniq aytolmaysiz. Misol uchun 5 tonna olgan bo'lsangiz 12 tonna kamida olasiz, aka. Eng kamida.
farq shu darajada katta bo'ladi farq. Bundan ketadi. Ha, ketadi. O'sha 3 talik kurtaga bo'rkib turganlari qoladi. Savjonaga yurib olib berasiz. Ashtaga ko'ring buni. Ha, uchini bir atrofdagilarni bir xillashtirishimiz kerak. Uni maydan tozalab beravering, bo'yini oxirida kesamiz. Old tarixda ham ertaga xuddi shunaqa usulda kesamiz, ya'ni qanaqa katalon vazasi bo'ladi. Daraxtni yoshida vohiyroq to'g'ri qaror qilib o'tib ketyapmiz. Bu ham ketadi. Ha, ketadi. Mana buni hozirdan ko'rsatsangiz bo'ladi, qarang. Bir yoshlikning yonidan o'sgan, ingichka bo'lib mevali kurtek hosil qilmagan novdalarni ikkita kurtekga kesib chiqamiz. Ha, bu yerdan keyin Kelasi yil sifatli novdalar beradi bu shoxlar. buni otish o'rin tagidan. Mana bunda yo'qmi? Mana bor. Ha, buni olasiz, kaltalab qo'yasiz. Ha. Kesin. Bu mana buni ketadi. Bitta katta qaychida ishlanadi. Endi hozir to'g'rilab olguncha, keyin kichkina qaychi bilan ishlaydi. Ha, hozir mana kichkina qaychi bilan bularni qarang. Ichkari tegi bilan bu to'liq tozalab olasiz, chunki buni o'zi vaqtincha. Atrofini to'liq ikki kurtaga o'tkazib. Mana shu qolganlar. Nima ketadi hammasi? Ha, mayda juda hammasi ketadi. Endi bu 8 yoshdan katta bo'lgan meva tepaga chiqib ketgan daraxtlar uchun yechim. Yaxshi to'nni olishdi. Yosh daraxtlar bo'lsa boshqacharoq usul bo'ladi. O'sha katalon vazasida yetildi. Eng zo'r novdalar qoldi Sobirjon aka. Bitta aylantirib shundoq ko'rsatib yuborsangiz biza jon tozalab qo'yamiz. Eng yirik mevani beradigan novdalar qoldi. Buni o'zi vaqtincha bunda butoq qo'ymaymiz hech qanaqa. Bitta o'zi butoq qismida bir ikkita men kurtagi bor, bunga bersa chiqdi. Shu balandlikdan qaytaramiz. Qaytda ilkishsiz bo'ladi. Bu balandroq ekan. Mana shu tartib bo'ladimi? Bir xil.
Sobirjon aka videoni o'chiraverasiz, foydali bo'lgan